Mana va nihoyat patolog bitkizib oldim. Videoning birinchi qismida xonani razmeri, materialni, rasxodlarni aytib o'tib ketaman degandim. Xonani razmeri 3 yillikka 43. Evet. Reka 20 ga 50 2 ga 5lik 5 pachka 160 metr, samarez 39 ga 50 mm 5 pachka 2,5 kilogram, gipsokarton 9 ta shtuk, 0,9lik, patolochniy pinafol 15 kvadrat, samarez 30lik 5 pachka. Mana shu hozirgi holatiga o'tgan rasxodlar.